Mayli, sal yig'aylik, pul yig'aylik, keyin ota beraman. Hozir olib berishga sharoit yo'q. Ko'rib turibsan-ku o'zing, ro'zg'orimizni ko'rib turibsan. Unda men o'zim ishlab, o'zim pul topib, o'zim ota olaman. Qanaqa ishlaysan, ezilib qolasan, hali yoshsan-ku bolam, hali yoshsan-ku. Qanaqa pul topasan? Mana ko'rasiz. Hammasi kech uylanganimni kasofatida. Kech uylandim, bolam bechora mana endi 12 ga kirdi. Ishlayman deb, pul topaman deydi. Men ota bo'lib bunga bir narsa yetkazib beramasam, nima qilish kerak? Onasi bu yerda onasining mazasi yo'q, onasiga qarash kerak, dori-darmoniga qarash kerak. Bu yerda ro'zg'or bor. Bechora bolam 12 yoshda qiynalib, ezilib qoladigan bo'ldi. Ishlayman deydi. Xudo ko'rsatmasin, ertaga o'lib qoladigan bo'lsa bu bolam nima qilar ekan? Qiynalib qoladigan bo'ldi-da bolam. Bolajonim, meni kechir. Qo'limdan kelganini qilyapman. O'zing hamma yoqni ko'rib turibsan bolam. Xudo. Kelib qoling, olib qoling, muzdek morslardan bor. Morsdan qiyinchi. Qanchalik beray aka? 1000 so'm. Menga topshirdi. Qanchalik beray aka? Mana aka. Kelib qolinglar. Rahmat aka. Otang olib bersin senga ot.